Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlarga ro'yxat qilib ko'rayotganmiz. Birinchi jarayonlarimizni o'tib oldik. Bizni ba'zanimizni qolgan ba'zilariga qaraganda afzaliy tomonlardan yana biri, hozir nam havolikka qaramasdan bizning ko'mirlar quruq va usti yo'q joyda saqlanadi. Bo'lishi mumkin. Bugungi kunlarda qilayotgan yangiliklarimizdan simchka ko'mirimizga talab ko'p bo'lganligi sababli mana bunaqangi sifatli bo'lgan yirik ko'mirlarni drobilkadan chiqaryapmiz. Drobilkadan chiqarib simchka razmeriga o'tkazamiz. Bu degani 800 ming kilokaloriya atrofida, yana simchka ko'mirlarimiz kuchayadi degani. Kaloriyasi oshadi. Sababi yirik ko'mir. Ya'ni taloq joyidan olib olinganligi uchun bu yoqda simchka ko'mirlarni chiqaryapmiz, drobilkadan o'tkazib. Ko'mirlarni esa maydalayapmiz. Bu yoqda atbor ko'mirlarimiz bor. Bunga shunaqangi ko'mir mahsulotlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Zakazlarimiz juda ham ko'p. Xudo xolasa hammaga yetkazib berishga harakat qilamiz.